Pechat qilib charchadim, to'g'risi galosovka tashlab qo'ya qolaman. Assalomu alaykum. Nasib opa yana bir bor tuzumsiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz uchun yangiliklar yaratishda charchamayapsizmi opagina? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shunaqa zo'r tushuntiribsiz haqiqatdan. Вообще zo'r. Bittada bo'lmasini ko'rib chiqib o'zi ko'zim bilan o'zi tasavvur qilib bo'ldim deydi. Masalalarni olib kelib endi bir chetdan qilishni boshlab. Gruppamga sotuvga qo'yaman buni. Odamlar ko'zini olib ketaman inshaalloh. Hayitga, ro'zalarda, iftorliklarda, itbitlarga borishga, ko'tarib borishga вообще chiroyli zo'r narsa-da. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Ayniqsa megabayt kichkina. Любой время ocha olasizda. Yopilib qolsa ham, yana Wi-Fi pul o'chib tamom bo'lib qolsa ham ocha olmayman. Demaysiz, ayrimlari darsliklari gigabayt bo'ladi. Вообще ochishga tasavvur qiling, bir qismi megabayt ishilib oladi. Shuna xursand bo'lib ketdim. Megabayt kichkina kechasi. Bu ham baribir bolaga qaragan turgan paytlarimizda ham ochib yana qarash uchun shunaqa zo'r, juda ham oson qilib anaqa chiqaribsiz, baraka toping. Qancha gapirsa shuncha kam deydi. Bitta endi qilish qoldi buni. Qis qilganimda yana rasmlardan tashlab beraman opagina. Glавныйsi bu darajada shakarni zo'r bo'lgan deb o'ylamadim. Вообще chiroyli olibsiz. Endi noldan boshlayotganlar ham maza qilib o'rganadigan ekan o'zi. Qizlarimga bersam, qizlarim ham buni ko'rib o'rgandi. Shunaqa zo'r organizm. Ana life hack aytib o'tganingiz orasida va ish zo'r chiqdi o'sha joylar. Rostdan bilmasdim. Mana shuncha paytdan beri bunaqangi joylar yoshlar